Farg'ona viloyatida kadastr agentligi tomonidan ommaviy axborot vositalari vakillari hamda blogerlar ishtirokida matbuot anjumani tashkil etildi. Unda kadastr agentligi va davlat kadastrlari palatasi viloyat boshqarmalari rahbarlari ishtirok etdilar. Ommaviy axborot vositalari va blogerlar bilan hamkorlikni yanada mustahkamlash, axborot almashinuvi va samaradorligini oshirish masalalari muhokama qilindi. So'zga chiqqanlar ochiqlik va shaffoflikni ta'minlashda ommaviy axborot vositalarining o'rni muhim ekanini alohida ta'kidladilar. Kadastr sohasida amalga oshirilayotgan islohotlar, raqamlashtirish jarayonlari hamda aholiga ko'rsatilayotgan xizmatlar sifati va qulayligini oshirish borasida olib borilayotgan ishlar yuzasidan batafsil ma'lumot berildi. Ochiq muloqotdan ko'zlangan maqsadimiz ham o'sha yurtdoshlarimizni, fuqarolarni ko'proq qanday savollar qiynayapti, qayerda muammolar bor, biz qaysi tomonga qarab yurishimiz kerak, qanday ma'lumotlarni ko'paytirishimiz kerak, ommaviy axborot vositalari bilan hamkorlikni aynan qaysi yo'nalishda kuchaytirishimiz kerak, videoroliklar yoki o'sha maqolalarmi, infografikalarmi yoki radiolar orqalimi, mana shu narsaga bir oydinlik kiritish edi maqsadimiz. Endi albatta insonlarga, xalqimizga ma'lumot yetkazishda ommaviy axborot vositalarini ko'magi juda ham muhim, chunki xalq va davlat idoralari o'rtasidagi ko'prik ommaviy axborot vositalari. Shuning uchun biz hozir ancha bilib oldik, savollarni oldik, o'zimizga yozib oldik va qaysi yo'nalishda ko'proq ishlashimiz kerakligini ham kelishib oldik va qolaversa kadastr idoralari xalqimizga, ommaviy axborot vositalariga doim ochiq. Qanday masala bo'lishidan qat'iy nazar bu bo'yicha biz 1097 ishonch raqamini ishga tushirganmiz. Istalgan paytda qo'ng'iroqlarni qabul qilinadi yoki Telegram botlar, saytimizda muloqot chatlarini yo'lga qo'yganmiz. Anjumanda viloyatda yerga oid qonun buzilishlarining oldini olish, ularni o'z vaqtida aniqlash va bartaraf etish bo'yicha tizimli ishlar amalga oshirilayotgani aytilib, tizimni raqamlashtirish borasida erishilgan natijalarga ham to'xtalindi. Joriy yilning o'tgan davrida viloyat bo'yicha 154.754 ta obyekt xatlovdan o'tkazilib, tegishli axborot tizimlarga kiritilgan. Shundan 113.173 tasi UZCAD axborot tizimida faol holatga o'tkazilgan. Tadbir yakunida jurnalist va blogerlar o'zlarini qiziqtirgan savollarga mutaxassislardan batafsil javob oldilar hamda kadastr tizimidagi yangiliklar yuzasidan fikr almashdilar. E'tirof avtomatlashtirilgan axborot tizimi barcha uchun ochiq platforma bo'lib, dasturdagi barcha jarayonlarni siz ko'rib, kuzatib borishingiz mumkin. Ushbu dastur orqali tasdiqlangan reja jadval, xatlov natijasi hamda har bir obyekt bo'yicha ma'lumotlar bilan onlayn tanishish mumkin. Buning uchun e'tirof.kadastr.uz saytiga kiriladi. Pastki qismda obyektni kadastr raqami orqali yoki hududni tanlash orqali topish mumkin. Shuningdek, holatni ham tanlab olish kerak. Misol uchun, e'londa tanlansa, e'londa turgan obyektlar kelib chiqadi. Tegishli ko'chmas mulkni tanlab, batafsil tugmasini bosish orqali ushbu obyektning yer ma'lumotlari, xaritasi hamda xulosalar bilan tanishish mumkin. Agar obyektga biror bir salbiy xulosa berilgan bo'lsa, dastur orqali salbiy xulosa bergan tashkilot va u tomonidan berilgan hujjat bilan to'liq tanishish mumkin. Shuningdek, OneID orqali ro'yxatdan o'tib, salbiy xulosa bergan tashkilotlarga ariza qoldirish imkoniyati ham yaratilgan. Arizalar qonunchilikka asosan ko'rib chiqiladi. Yillar davomida mamlakatimizda minglab fuqarolar o'zlari yashayotgan uy-joylariga bo'lgan huquqlarni to'liq rasmiylashtira olmasdan kelgan. Bunga ayrim hollarda yer uchastkalarining o'zboshimchalik bilan egallab olinishi, ajratilgan maydondan ortiqcha foydalanilishi yoki turli sabablarga ko'ra hujjatlarning to'liq rasmiylashtirilmagani sabab bo'lgan. Natijada fuqarolar o'z mulklarini sotish, hadya qilish, meros qilib qoldirish yoki bank xizmatlaridan foydalanishda qator muammolarga duch kelardi. Eng asosiysi, ko'p yillardan buyon yashab kelayotgan uy-joylarning huquqiy maqomi noaniq bo'lib qolayotgan edi. Mazkur masalaga huquqiy yechim berish maqsadida O'zbekiston Respublikasining o'zboshimchalik bilan egallab olingan yer uchastkalariga hamda ularda qurilgan binolar va inshootlarga bo'lgan huquqlarni e'tirof etish to'g'risidagi 937-son qonuni qabul qilingan. Qonunga muvofiq belgilangan talab va fuqarolarning huquqlari e'tirof etilishi mumkin. Bu esa ko'plab yurtdoshlarimiz uchun yillar davomida yechimini kutayotgan masalalarga qonuniy asosda nuqta qo'yish imkonini yaratmoqda. Bugungi kunda mazkur qonun ijrosini ta'minlash maqsadida respublikaning barcha hududlarida keng ko'lamli xatlov ishlari olib borilyapti. Xususan shu kungacha 1,5 milliondan ortiq obyekt kadastr xodimlari tomonidan xatlovdan o'tkazildi. Bunda dastlab mahallalar hududi GPS texnologiyalari orqali aniq chegaralanadi. Shundan so'ng hududlar muhandislar o'rtasida taqsimlanib, har bir xonadon va obyekt bo'yicha o'rganish ishlari olib boriladi. Muhandislar tomonidan to'plangan ma'lumotlar UZCAD axborot tizimiga kiritiladi. Agar obyekt bo'yicha ortiqcha foydalanilgan yoki o'zboshimchalik bilan egallangan yer maydonlari aniqlansa,
ma'lumotlar avtomatik ravishda e'tirof axborot tizimiga yo'naltiriladi. Mazkur tizim orqali 20 ga yaqin davlat idoralaridan iborat komissiya har bir obyekt bo'yicha xulosasini beradi. Jumladan Qoraqalpog'iston Respublikasida qonun ijrosini ta'minlash yuzasidan o'zboshimchalik bilan egallab olingan yer uchastkalari hamda ularda qurilgan bino va inshootlarni bosqichma-bosqich xatlovdan o'tkazish bo'yicha mahallalar kesimida reja grafik ishlab chiqargan. Unga muvofiq joriy yilda Qoraqalpog'iston Respublikasining 99 ta mahallasida xatlov ishlari amalga oshirilmoqda. Ushbu jarayonlarga Davlat kadastrlari palatasi Qoraqalpog'iston Respublikasi boshqarmasi filiallaridan qariyb 200 nafar mutaxassis jalb etilgan. 900-son nizom bo'yicha kelamiz, ko'ramiz dokumentlarni, abres tuzamiz, yerlarni, joylarni qaytadan o'lchaymiz barini. O'lchab, UZCAD platformasini toza bazamizga olib tushiramiz, tekshiruvga yuboramiz. Tekshiruvga borib, komissiya a'zolari tomonidan ko'rib chiqiladi, bari ma'qullab, xudo xolasa hammasi yer yo'q fuqarolarimizga atlarni yer bekitib beradi toza nizom bo'yicha. Joriy yilning 10-iyun holatiga ko'ra Qoraqalpog'iston Respublikasida 119.174 ta obyekt xatlovdan o'tkazildi. Shundan 33.553 ta obyekt hujjatlari e'tirof avtomatlashtirilgan tizimiga kiritilgan. Balamning atına 24 sotuk yerda o'tkirdi, hukumat basini yig'ilib, qolgan 32 sotuk yerimda tamarqa yer qilib berdi. Burun qo'rqatug'in edik, birov olib qo'yama yerlarimizni deb. Ayni paytda 24.403 ta obyekt muhokama jarayonida bo'lsa, 2.114 ta obyekt bo'yicha ma'lumotlar e'lon qilingan. 661 ta holatda rad javobi berilgan. Shuningdek, bugungi kunga qadar 4.146 ta obyektga nisbatan yer uchastkasiga ijara huquqi hamda bino va inshootlarga mulk huquqi e'tirof etilgan. Yana 509 ta ish bo'yicha to'lov jarayonlari yakunlangach, hujjatlar navbatdagi bosqichga o'tkaziladi. Xatlov ishlari Farg'ona viloyatida ham izchil davom etmoqda. Kadastr xodimlari mahalla faollari bilan hamkorlikda har bir xonadonni o'rganib, hujjatsiz uy-joylarni xatlovdan o'tkazmoqda. Bugungi kunga qadar jami 158.500 dan ziyod obyekt xatlovdan o'tkazildi. Ularning 116.000 ga yaqini UZCAD avtomatlashtirilgan axborot tizimida faol holatga olib o'tildi. Shuningdek, 75.000 ga yaqin obyekt bo'yicha ma'lumotlar e'tirof avtomatlashtirilgan axborot tizimiga yuklangan. Ayni paytda esa 50.000 ga yaqin obyekt komissiya tomonidan ko'rib chiqilmoqda. Shu bilan birga aholiga qonunning mazmun mohiyatini tushuntirish, fuqarolarning huquqiy savodxonligini oshirish va mavjud imkoniyatlardan samarali foydalanish bo'yicha keng ko'lamli targ'ibot ishlari ham tashkil etilyapti. Yoshlik mahalla fuqarolar yig'inida xatlov ishlarini amalga oshiryapmiz. Xatlov ishlarimiz hozirgi kunda 90% ga yetib bo'ldi ushbu mahalladagi. Har kungulik bizda ham ish rejamiz bor, reja grafikimiz bor, tasdiqlangan. U bo'yicha kamida 4 ta 5 tadan xatlov ishlarini amalga oshiramiz. Xatlovda o'lchangan xonadonlar bo'yicha UZCAD dasturiga migratsiya jarayonida 3 tadan yo 4 tadan faol holatiga o'tkazamiz. Har bir uyga kirganimizda fuqarolarimiz tomonidan o'z vaqtida bizga kerakli bo'lgan hujjatlar taqdim etsa, iloji bo'lsa mana shu uylari bek bo'lmasa, doim odam chiqib tursa, bizning ishlarimiz to'xtamaydi. Prezidentimizning tashabbuslarida yangi qonun chiqibdi. Shu xonadonlarda kadastr hujjatlarini kadastr xodimlari kelib o'zlari chizib o'lchab ketyapgan. Aholi ham xursand bilan mana uyma-uy hammani yurib ko'rdi. Oldin bunaqa bo'lmasdi. Biz orqasidan yugurardik. Rahmat shuning uchun. Aqa-baqa yugurmaydi ekan, o'sha bir yerda o'tirib turib bajarilar ekan. Bu bizga ancha qulay bo'ldi. Tushunmaydigan odamlarga ham ancha yengil bo'ldi. Bugun joylarda olib borilayotgan xatlov ishlari minglab fuqarolarning uy-joylariga bo'lgan huquqlarini qonuniy asosda rasmiylashtirishga xizmat qilmoqda. Eng muhimi bu jarayon odamlarning o'z mulkiga bo'lgan ishonchini mustahkamlab, mulkdorlar manfaatlarini himoya qilishning amaliy ifodasiga aylanmoqda.